Siz bu videoni hozir tasodifan ko'rmayapsiz. Chunki sizni ichingizda o'zingiz ham tushuntirib bera olmaydigan, so'z bilan ifodalashga qiynaladigan juda bir tushunarsiz, yoqimsiz holat bo'lyapti. Atrofdagilar aytadi, o'zingni qo'lga ol, miyangdan chiqarib tasha, hamma narsani yuragingga olma degan narsalarda aytishadi. Lekin ular sizni ichingizda qanaqa qirg'inbarot urush bo'layotganini, qanaqa bir ichki yoqimsiz tushunarsiz holat bo'layotganini his qila olishmaydi. Bugun biz vahima, qo'rquv, xavotir paytida bo'ladigan ruhiy holatlarni asta-sekin ilmiy dalillar, ilmiy asoslar asosida tushuntirib, ta'riflab o'tamiz. Mana shu holatda siz o'zingizni holatingizni ko'rishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'rishda davom eting. Nevrozda eng ko'p va eng qo'rqinchli bo'lgan holatlardan biri derealizatsiya va depersonalizatsiya. Bu holatda nima bo'ladi? Inson nevroz holati kuchaygan paytda mana shu derealizatsiya yoki depersonalizatsiya holatiga tushadi. Bu holatni sodda qilib xuddi uyimizda bo'ladigan elektr shiti yoki avtomatga o'xshatish mumkin. Uyda qandaydir priborlarni, elektr priborlarini ko'proq qo'yib borganingizda kuchlanish ortib ketganda elektr avtomati tashaveradi. Ya'ni qizib ketadi, yong'inni yoki boshqa narsani xavfini olish uchun u tashaveradi, o'chadi. Mana shu holatda miyamizda shu jarayon bo'layotganini bildiradi. Bu holatda nimalar bo'ladi? Bu holatda siz xuddi o'zingizni kinolardagidek, hayotingiz xuddi atrofingiz haqiqiy emasdek, xuddi o'zingizni taningiz boshqa insonni tanasidek yoki robotdek his qilishni boshlaysiz. Atrofdagi odamlar xuddi begonadek yoki tanish bo'lsa ham g'alati, atrofingizdagi yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz xuddi begonadek bo'lib qoladi. Bu miyamizda mana shu qo'rquv, vahima, xavotirda kuchayib ketganini hisobiga miyamiz bizni asrash uchun himoya qobig'ini yaratganini belgisi hisoblanadi. Bu holatda ko'pchilikda eng ko'p uchraydigan qo'rquvlardan biri men aqldan ozyapmanmi, men jinni bo'lyapmanmi degan fikrlar kelib qoladi va mana shundan qo'rqishni boshlashadi. Yo'q, bu yerda qo'rqadigan narsa yo'q. Bu nevroz holatini eng katta, eng ko'p uchraydigan belgisi hozir aytib o'tganimdek va shizofreniya va nevroz o'rtasida juda katta farq bor. Nevroz holatida qancha yil nevroz bo'lsangiz ham, qancha ko'p vahima, xavotirda bo'lsangiz ham, lekin aqldan ozib qolmaysiz. Bu miyaga o'rnashib qolgan, ya'ni miyamizda amigdala degan qismi bor, qo'rquv markazi ham deyiladi. Mana shu joyda amigdalada jang qil yoki qoch degan rejimni faollashib qolganini belgisi hisoblanadi. Ya'ni siz doimiy xavotir, qo'rquvda yashaysiz va mana shuni hisobiga miya doimiy shu narsalarni his qiladi. Shuning uchun derealizatsiya, depersonalizatsiya holatida inson mana shu narsalarni anglab, qo'rquv pasayishi uchun miya o'zini o'zi bloklab qo'yadi. Bu holatdan biz qo'rqib ketamiz. Lekin shizofreniya va nevroz o'rtasida juda katta farq bor. Psixiatriyada nevrozdan shizofreniyaga, ya'ni aqldan ozish holatiga o'tish yo'q. Nevroz bemorlar 30 yil, 40 yil nevroz holatda yurgan bo'lsa ham, lekin aqldan ozib qolmaydi. Nevrozdagi keyingi ruhiy belgiga aqlning, ya'ni miyamizning doimiy fojia, qandaydir ko'ngilsizlik bo'lishini kutishi holati kiradi. Bunda doimiy nimadandir xavotir olaveramiz. Arzimagan narsalardan, arzimagan tovushdan, arzimagan harakatdan, arzimagan holatdan, tanamizdagi arzimagan sezgilardan bizni hayolimizda juda kuchli, xavotirli, qo'rquvli fikrlar kelaveradi. Misol uchun, yuragingiz ozgina o'ynaydigan bo'lsa yoki tez uradigan bo'lsa, odatda o'lib qolaman degan narsa, yoki nafas olishga qiynalgandek bo'lish holati, yoki atrofdagi holatlardan, misol uchun mashinada ketayotganda avariya bo'lib ketsam-chi, yoki atrofingizdagi oila a'zolaringiz, masalan bolalar ko'chada o'ynaydigan bo'lsa, mashina urib ketadigan bo'lsa-chi, biror bir ish qilayotgan bo'lsa, qandaydir ko'ngilsiz hodisa sodir bo'lsa-chi va shunga o'xshash juda ko'p oldindan biz bashorat qiladigan yoqimsiz, qo'rqinchli va fojiali fikrlar kelishni boshlaydi. Bunga ham boya aytib o'tganimdek, miyamizdagi qo'rquv markazi jang qil va qoch rejimida turgani uchun miya doimiy xavotirda ishlaydi. Mana shu xavotir bizga doimiy sergak turishni, hamma narsadan ayb qidirishni yoki hamma narsani doimiy sinchiklab tekshirishni buyrug'ini beradi va shuning uchun biz har bir narsadan yomon tomonni qidirishni boshlaymiz.
Mana shu holat mana shunga sabab bo'ladi. Uchinchi holat esa miyamizda yopishib qolgan yopiq xayollar. Ya'ni kecha davleniyam oshirdi, bugun ham osharmikin? Kecha yuragim o'ynab ketuvdi, bugun ham bo'larmikin? Havo isib ketibdi, bugun mazam qochib qolarmikin? Havo aynib qolibdi, yana nimadir yoqimsiz holat bo'larmikin degan o'z taningiz va hozirgi holatingiz bilan bog'liq juda ko'p bo'ladigan yopishqoq fikrlar, yopishqoq xayollar. Atrofingizdagilar bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Bu oila a'zolaringiz, yaqinlaringizga nimadir bo'lishi, ularning sog'lig'i, ularning ish faoliyati bilan bog'liq xavotirlar ham mana shu holatga kirib ketadi. Va bundan tashqari tanamizdagi yoqimsiz hislar, miya qandaydir karaxt bo'lib qolishi, miya xuddi tumandek bo'lib qolish holati yoki bo'lmasam ko'ngil g'ashligi, ko'krak qafasida yoqimsiz g'ashlik, qorong'ulikdek bo'lgan hislar bo'ladi ruhiy holatimizda. Va bu holatlardan chiqishda eng samarali, eng to'g'ri yo'li psixoterapiya hisoblanadi. Zamonaviy psixoterapiya usullari mana shu holatni, mana shu vaziyatni ildizini topib, travmani, o'sha qandaydir miyamiz qabul qila olmayotgan holatlarni yoki moslasha olmayotgan vaziyatlarimizni topib turib, tozalashga, ularni to'g'rilashga, qayta ishlashga harakat qiladi. Psixoterapiya orqali bu holatdan siz ancha tez va samarali chiqishingiz mumkin. Uy sharoitida ham qilsangiz bo'ladi, harakat qilsangiz bo'ladi, faqat sizda kuchli iroda bo'lishi kerak. Harakat qilishingiz kerak, o'zingizni qiynashingiz kerak. O'sha qo'rqinchli vaziyatlar, qo'rqinchli narsalar, qo'rqinchli xayollarda yengishga, o'zingizni band qilishga, doimiy nima bilandir shug'ullanishga harakat qilishingiz kerak. Agar bu narsalar meni qo'limdan kelmaydi yoki harakat qilib ko'rdim, uddala olmadim deydigan vaziyat bo'ladigan bo'lsa, unda sizga psixoterapevt yoki klinik psixolog ko'rigini tavsiya qilaman. Sizda konsultatsiyaga yozilish niyati bo'ladigan bo'lsa, raqam qoldirib ketaman. Mana shu raqamga bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Kimda savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga bemalol yozishingiz mumkin.